Simba Kids'da 9000 so'mdan narsa sotib turibdi desam ishonasizlarmi obunachilarimiz? Albatta Simba Kids'da 9000 so'mdan inashi taxyalarimizni sotib turibdi. Bu taxyalarimizni bahosi atigi 9000 so'm. Yozgi kiyishlarimizni hammasi 50% skitkada. Bu yoqda esa trenddagi kiyishlarimizdan ham kelgan. Videoni o'tkazming ko'ringlar, birma-bir sizlarga Simba Kids'ning ichindagi toza kelgan tovarlarni baholari bilan ko'rsatib berdim. Bu yoqda murskoy отделimiz, murskoy отделdan hamma narsa skidga tushib qolgan. Qizlarning kiyishlari murskoylarnikidan ham dim boshqacha xo'shaylari bor. Simba Kids do'konni to'ldirib tashlabdi. Videomizni birma-bir o'tirib berming, ko'ringlar. Katsamiz Rosentur bozorining arkasından Zapchas bozori o'tib ketaverasizlar. Ukazoy zapravkaning ham boshida Simba Kids magazinimiz. Assalomu alaykum, Zarouz kanalining obunachilari. Bugun sizlarga men Simba Kids'ni toza kelgan tovarlarini obzor etib beraman. Zarina bilan. Zarina qizim shu Zarouz kanalining adini Zarina qizimning adi bilan boshlaganman. Qaranglar, birinchi sizlarga maktablarda har 5-kun giyzadovun milliy jaketlarimizni ko'rsatib beracakman. Kelding qizim baraka? Assalomu alaykum demisanmi? Assalomu alaykum deb yana sizlarga birinchi shu jaketdan boshlab beraman. Ayla. Zo'r etib tikilgan. Har xil razmerlaridan boyina. Necha so'm ekan? 39.000 so'mdan ekan. Wow, nega arzonga? Taxiya ham bor ekan. Zarinani ishab turibsan. Qarang unga opa, o'zimizning o'g'il bolalar uchun Milliy to'ppilar. milliy to'ppilar 9000 so'mdan ekan. Ibi qani. Bunga qaranglar, hurmatli obunachilarimiz, bularning baholari 9000 so'mdan. Ikki xilisi bor ekan. Buni tovari boshqacha. Hozir bu go'ynakni yaldiroq urgan uchun nima o'tirdi. Ikki xil to'ppilardan bor. Bizning maktabda, o'sha maktablarimizda bolalarimizga giyizib yuribdilar shularni. Bu to'ppalarimizning bahosi 9000 so'mdan ekan. 9000 so'mga hech narsa bermaydi-ku. Millilik baribir xo'shaydi. Esa hurmatli obunachilarimiz, endi kuzatishda davom etinglar. Birinchi sizlarga milliy vajlarimizni ko'rsatib berdim. Endi esa Simba Kids'ga kelgan tovarlarni ko'rsatib beracakman. Shunning ko'p tovarlar kelganki, do'kon to'lib ketgan. Bu tovarlarni baholari bilan birma-bir ko'rsatib beraman. Birinchi murskoy vajlardan boshlayman. Murskoy ina. Bu troyka chaluri bor. Jemperi bor, futbolkasi bor. Buni bahosi 239.000 so'm ekan. Buni xo'shaylikini qaranglar. Ulu bolalarimiz uchun ham bor. Ina bu xo'shay bo'lib turgan rubashkamiz esa chaluri bilan 159.000 so'mdan. Bobichkasi ham o'zidan chiqqan. Bunda o'g'il bolalarning sviteri bor ekan, buni tovari dim bo'shgina ekan. Buni bahosini azizlarga ko'rsatib beraman. Qani buni bahosi? 129.000 so'mdan ekan. Boshi zo'r, ina tikilishlari ham, nima deydi, bolalarimiz yumshoqqina bo'lib kiyib ina. Buning svetidan ham bor ekan. 99.000 so'mdan ekan, bularning ham svetlari. Ina har xil svetlaridan topsangiz bo'ladi ekan. Ko'pincha menga ina shu sveti yoqdi. Dim xo'sh ekan, 99.000 so'mdan arziydi. Bunda yana boshqacha sviterimizdan bor ekan, ham futbolka, ham jemper etib kiysangizlar bo'ladi. Bularning bahosi 119.000 so'mdan ekan. Bularning ham har xil svetidan boyina. Bemalol kelib ko'rib olarasizlar. Eng asosiysi sifatini. Sifati vobshe zo'r bo'shqina. Keyin bunda 79.000 so'mdan mini jemperimizdan bor ekan. Ina bahosi 79.000 so'm. Bularni telefonda sizlarga yetkazib berib bo'lmaydi. Nechligini tovarini kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Qalingina, yumshoqqina sviterlardan ekan. Bunda boshqacha xilasi ham boyina. Bu safar Simba Kids'da shunday xo'shay murskoy bolalarimiz uchun kiyimlar kelgan. Bu kostyum chalura qaranglar. Bu kostyumi, rubashkasi, bobichkasi, ichida esa bunda chaluram bor. Buni bahosi 329.000 so'mdan. Dum xo'shay ekan kostyum chalur. Kostyum chalurimizni mini seriya svetidan ham bor ekan. Bu svet ham dim boshqacha xo'shay ekan, lekin menga undan oldingi ko'rsatgan svetimiz yoqdi. Bu ham kostyumi, chaluri, bobichkasi, rubashkasi bo'ladi ekan ichida. O'g'il bolalarning shunday xo'shay kiyimlarini to'ldirib tashlabdi Simba Kids'imiz. Birma-bir ko'rsatib beraman desa, shuncha vaqt ketadi. Nima desam sizlarga, 1000 marta ko'rgandan bir marta kelib, ko'rib, sifatini, bahosini olib ketishlaringiz mumkin. O'zlaringizga yoqqan narsalaringizni shu kommentariyada yozasizlar-ku, bu yerda qimmat, bu yerda arzon deb. Hamma vaqt e'tiborli bo'linglar. Arzon narsani sifati bo'lmasligi mumkin. Qimmat narsa sifatli bo'ladi, lekin bu yerda qimmat narsa yo'q. Hammasi hamyonbop narxlarda. Ina bu troyka ekan bu ham.
ne desek qishdan giyseniz de bo'ladi ekan. Вообще dim qalin. Üstünde sportivniy usulda tikilgan ekan bu. Chalori bor ekan. Üstünde kostyumi, içinde jemperi bor ekan. Buni bahosini az ko'rsatib beraman. 179 ming so'mdan. 3 dona narsani 179 ming so'mdan xarid etasizlar. Bu esa jaketi qaranglar. Jaket emas, unga tikilgan ekan bu yana. Как jaketdan bo'lib turadi, lekin üstünde jemper chiqib, jaket o'rnatilgan, keyin ichida futbolkasi va sportivniy ishtoni bor ekan. Buning bahosi 79 ming so'mdan. Bu dim xo'sh ekan. Buni esa boshqacha svetlar ham bor ekan. Hozirgi trenddagi kiyimlarni akaptilar, farzandlaringizga olib ketsangizlar, giyindirsangizlar, dim xursand bo'ladi, chunki o'sha yaldimiz sovuq boshlanib ketdi, sovuqqa mos deb, shunday xo'sh kiyimlarni olib kelib simpatisini egasi. Şu inabı, iş qatar hammasi 179 ming so'mdan ekan. Bular 3 vaji bilan bo'ladi ekan. Ana bahasi. Bularning bahasi 179 ming so'mdan. Вообще zo'r narsalar. Endi esa qizlarning kostyumlarini qaranglar, kojinli kostyumlar. Bularning bahasi 180 ming so'mdan. Вообще zo'r, modniy etib tikilgan qizlarning kostyumi. Bundan 3 xil sveti bor ekan. Unda esa yashil svet ham bor. Keyin plashlarimiz ham bor. Plashlarning baholari ham dim hamyonbop bahoda chiqqan. Plashlarning svetlari har xilisidan bor. Yana o'zlaringizni farzandlaringizga yoqadigan svetlarini xarid etib beraverasizlar. Yana bahasi 129 ming so'mdan stilli tikilgan, zamonaviy etib tikilgan plashlarimiz ham bor yana. 3-4 klass bolalarimiz, qizlarimiz uchun ham shunday kojinli kostyumlarni har xil svetidan kelgan. Bularning bahosi 189 ming so'mdan. Qaranglar yana. Kojinli, sifatli va hamyonbop 189 ming so'mdan bunday kojinli kostyumlarni hech yerdan topolmaysizlar. Kurtkalar ham kelibdi. Kurtkalarning baholari ham hozir bularni birma-bir ko'rsatib beraman. Shu kurtkaning bahosi yana 1 yoshdan oylikdan giyib boshlasanizlar ham bo'ladi. Buni bahosi 189 ming so'm ekan. Вообще qalin kurtka ekan, zamokli, ichlaridan mex shunda tikilgan. Bu kurtkaning bahosi 189 ming so'm. Bunda esa bunday stilli kurtkalar ham kelgan. Bular murskoy va женский etib kiysangizlar ham bo'ladi. Sal kattaroq qizlarimiz uchun ham yana bunda xo'sh svetli kurtkalarimiz kelgan. Вообще qalin ekan, qishda hassa etib kiyadi bolalarimiz. Bu kurtkalarimizdan ichlari bilan ko'rsataman sizlarga. Yana ichlari shunday qalin. Bir kisasi bor, bu moda bo'lib chiqqan. Yenglari shunday qisib turadi, sovuq kirmaydi. İlk kapushon ham bor ekan. Yana kurtkalarimiz. Hali kurtkalarga erta desangizlar, imunda yana jaketlarimizni modniy xilasidan har xil jaketlarimizdan olib kelibdilar. Jaketlarimizning baholari 139 ming so'mdan. Arzimagan pul 130 ming so'mni bir choyxonaga kirib yeb ichib berasizlar. Millatmen farzandlarimizga olib bersak, azatib so'nib kiyib beradilar. Yana jaketlarimiz ham shunday xo'sh svetlarida kelibdi. Yana bu Teddy jaketimiz 99 ming so'm ekan. Qaranglar menga 99 ming so'm. Shunday qalin Teddy jaket olib bersangizlar, jemperlar ustidan kiyib ketaveradilar. Hozir men eng asosiysi ko'pincha murskoy narsalarni ko'rsatib berdim. Magazinimizda shunday tovarlar ko'pki, toza tovarlarimiz kelgan. Hammasini bahosini ko'rsatib beraman desa, dim ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun sizlarni o'zlaringiz kelib, ko'rib olishlaringiz mumkin. Adresni ekranning boshida, videomizning boshida ko'rsatib berdim. Endi esa qizlarning kiyimlarini obzor etib beraman. Trenddagi xo'sh kurtkachalar, qaranglar bularning bahosi. Desam ekan. Bularning bahosini topolmadim. Lekin dim xo'sh ekan, bu svetlarga qaranglar. Shunday moza svetlaridan bor ekan. Ay bunda esa qalingina, 99 ming so'm ekan bular. Jaketi, jemperi, sportivka ishtoni. Ino shu narsa 99 ming so'm ekan. Вообще mutku 99 ming so'm shunday momoqqina narsani asoslar. Bu esa 89 ming so'm. Endi buni ko'ramiz. Buncha so'm ekan. Bu 99 ming so'm ekan. Imoni xo'shaylikini qaranglar. Bu вообще xo'sh ekan. Buni bahosi 139 ming so'm ekan. 1 yoshdan tutib 5-6 yoshdan bo'ladigan qizlarimiz uchun, farishtalarimiz uchun shuningdek xo'sh kiyimlar kelgan. Bu kiyimlarni ko'rib hammasini olib sotib olasing keladi. Ina bu trenddagi modali kiyimlarga qaranglar. Bularning baholarini обязательно kelib, ko'rib, xarid etib olishlaringiz mumkin. Bu yoqda esa qalin jemperlarimizdan, xo'sh jaketlarimizdan
Həmməsindən bax, qızlarımız üçün hər xil assortimentdəki geyimlərini, jemperlərini, sviterlərini, modni geyimlərini обязательно Simba Kids'dən tapasınızlar. Jaketlərim hər xil svetindən bax. 79 min som, 89 min som, 139 min som gəlib təlləb görüb baxaları belə ala verəsizlər. Cinsilərini yaxşı görədən ota-analarımız üçün yenə cinsilənəm. Türlü xiləsindən, xoş rayından, modnisindən əkək qopdalar. Bulanam Simba Kids'dən alıb getişləriniz mümkün gəlib. Məktəb formalarımızdan hər xiləsindən bax, 1-ci klassdan tutub 8-9-cu klassadan giyib bilən qızlarımız, oğul balalarımız üçün məktəb formalarından hər xiləsindən bax. Ağ köynək, başqa jaket, çalor, murskoylarımızdan bax. Murskoy sportiv gələni əvvəlki videolarda göstərdim. Şundan bir xatar aytıb ötəməm. Xullas sizlərə aytsam, Simba Kids'ə şunday zor tovarlar gələn, həmməsini hamyonbop narxda qoyubdu. Qızlarımız üçün şunninə dvoyka gələn, dım xoşa ekan bu, koftası, çaloru, bunu baxası 229 min som ekan. Dım xoşa narsa ekan. Bunun 2 xil sveti var. Yadlarınızda bolsa, şunnin modadakı geyimlər bir vaxtlar moda olub getib, keyin trenddən qaldı, yenə trenddə çıxdı. Nəticədə qadim qıvəzlərimiz yenə başqadan trenddə çıxıb durubdu. Çünki əvvəlki nərsələr heç qaçan ölməydi. Yine buna bunun sveti, молочный sveti, ağ sveti və yine молочный açıqraq svetindən var ekan. Baxasını açsam 229 min som ekan. Hazır hava salqınlaşdı, ağ köynəklərini köp giymədilər, şunun üçün ağ köynəkə oxşatıb, yine şunun sviterlərini kəpdilər. Qollarının abıncıqları bax. Toşuna ağ köynəklikinin bir malal məktəbə giyizib biləsizlər. Bunda isə vadalaskələrimizdən bax, qalınqana vadalaskələrin baxaları 164 min som ekan. Bunun sviterlərimizdən var ekan. Sviterlərini hər xiləsindən alıb gəpdilər. Simba Kids'in egəsi eng trenddəki bir-birindən xoş ay giyimlərini əkələrdə klientlərimiz həmmə vaxt əldində yürüsün, zaman bilən dəng olsun deyib magazinini doldurub taşıbdı. Yürüşünə qaraqlar. Yine bu banikalı takaraqlar, xoş aylıqına. Tapıçkəsi. Wow. 79 min somdan ekan. İşin tuttur kızım. 79 min somdan. Yine sizlərə doğrulub göstərib verəm. 79 min somdan həm xalat, həm tapıçkəsi var ekan. 79 min somdan ərziydi ki, yenə momaqına ekan. Mama şalayımına qaraqlar 69 min somdan qalınqına, yumşaq, xıbı, həm şəpkəsi, həm də giyadan nərsəsi, keyin 3 dənə nərsəsi 69 min som ekan. Wow, arzanqana. Bunda yine küçükçə jemperlərim gəldi. Tavarlarının yumşaqlığına qaraqlar bunu. Bunu iştanı bilən ekan bir jemper. 69 min som ekan bula qızlar. Yine bu jaketlərə qaraqlar. Jaketi, jemperi. Вообще zor, qalınqana ekan. Həzzət giyərlər. Bunu giysə kurtka ham giyməslikləri doğru. Bunu içəm var ekan. Sportivka ekan bu, jaketi, troyka ekan bu, jaketi, dastovkası, keyin sportivni ishton var ekan. Bular ham svetlari, dim xo'sh svetlaridan bor ekan. Yana qalin ekan. Simba göynəklərimiz ətiqi 39 min som. Xullas kelam Simba Kids'də həmmənizin kütük qalamız. Görüb durğanınızın dükanını polni giyimlə bilən doldurduq və yana maşında yana tavallarımız gəldi. Sizlər xaxlağan narxda, sizlər xaxlağanca stildə, sizlər xaballarınıza yaqadan modni göynəklərini həmmə nərsəni xullas Simba Kids'dən alıb getişləriniz mümkün. Kütəmiz həmmənizin. Simba Kids